Assalomu alaykum, hurmatli aziz doirachilarimiz, ko'rkalarimiz. Qo'limda chiroyli pardalar turibdi. Endi nima desam bo'ladi? Hamma doirasini O'zbekistonga berib, qoplatishga imkoniyat ham, vaqt ham kam. Hozir bitta ham yerlarni ko'rib, bittasini ko'rib yondim. Juda bir ajoyib, nima desam, ishlanishlari ham joyida. Xudo xolasa Aş perdani qoplatib o'zimiz ham chanamiz endi xudo xolasa. Akela qo'lim yo'ladim. Xudo xolasa mana yonimizda doirachilik ko'rkalarimiz Arjunbek, Shukurdegan, Samaragan, Nodiragan, Mutagan turibdilar. Mabodo jinoyat bo'lsa, xohish bo'lsa, Mutagamga mana murojaat qilasizlar. Yerlarni ko'paytirib qo'yganman. Xudo xolasa nima desam, teridan muammo yo'q. Xudo xolasa chiroyli mana bunaqa qalin emas, yuqa, o'rtacha, yuqa deganimda hali qalin emas demoqchiman. Zo'r chiroyli pardalarga mana bittasini oldim. Xudo xolasa biz chalib baho berasizlar. Umid tog'amga murojaat qilasizlar. Bittaga ishlagan omad. Boshlar bordilar shunday. Ya'ni endi O'zbekistonga olib borishdi yoki yoqqa olib borishdi, boshqa mamlakatdagi Tojikistonga olib qo'plashdi hojat yo'q. Pardalarni o'ziga olib xudo xolasa. Bittaga ishlagan omad. Dolayısıyla hammamıza birinci.